Hamma xavotirga tushdi. Shuncha ulug' sahobalar turib, birontasi o'rnidan qo'zg'aldi. Ali ibn Abi Talib uning oldiga bordi. Amr otning ustida turgan edi. Ali roziyallohu anhu Amrning qarshisiga kelib, Amr aytdiki: "Ey, sen Abu Talibning o'g'limisan? Sen meni birodarim o'g'li ekansan. Ortingga qayt. Sendan yoshi ulug'larni jo'nat. Amakilaring bo'lsa kerak atrofingda" dedi. Ali aytdi: "Amr, menga yetib kelishicha, agar senga Qurayshdan bo'lgan birorta odam ikkita ishdan bittasini taklif qilsa, bittasini tanlarkansan. Ha? Men senga ikkita narsani taklif qilaman. Birinchisi, men seni islomga chaqiraman. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning rasuli deb guvohlik berasan." Amr aytdi: "Bu narsani menga kerak yo'q. Ikkinchi taklifing nima?" Ikkinchisi an-nizal. Men bilan urushdi. "Ey birodarimning o'g'li, ortingga qayt. Men seni o'ldirishingni xohlamayman." Ali aytdi: "Ammo men vallohi seni o'ldirishingni xohlayman." Mana endi jang boshlandi. Ali roziyallohu anhu qatnashgan 3-jang bor yo'q. Badr, Uhud. Endi Amr ibn Uhudning 5-jangi bu. 50 yil, 60 yillik tajribasi bor. Ali roziyallohu anhuga ko'tarib turib, qattiq zarba berdi qilishi bilan Alining qo'lidagi qalqon yorilib ketdi va yumalab ketdi bir necha marta. Turdida Amr ibn Uhudning atrofida Ali aylanishni boshladi. Shunday bir qattiq jang bo'ldi, qilinayotgan harakatlar, berilayotgan zarbalardan chang ko'tarildi. 1 soat yaqin yerda jang qildi, changda orasida nima bo'layotgani ko'rilmas edi. Musulmonlar ham, mushrik ham ikkala taraf bu ajib muborazani nima bilan yakun topishini kutib, asablari tarang bo'lib turdi. Hech kim hech narsani ko'rmayapti. Shu vaqt chang orasidan Allohu akbar takbir eshitildi. Payg'ambarimiz Allohu akbar dedi, musulmonlar takbir aytdi. Changning ichidan Ali roziyallohu anhu g'olib holda chiqib keladi. Ali roziyallohu anhu Amr ibn Uhudni yer tishlatgan edi. Qarang, Amr ibn Uhud bilan birga o'tganlar Amrni o'ldirilganini ko'rgandan keyin Xandaqdan orqaga qarab qochib olishdi, endi sakrab o'tib ketishdi o'zi tomonga.